Qadim zamonda bir odam uylandi. To'yning ertasi kuni onasi va xotini bilan birga nonushta qildi. Shu payt yangi kelinchak bo'lgani uchun ayoliga taomning katta qismini alohida e'tibor, mulozamat bilan uzatdi. Arzimagan bir qismini esa o'ta be'e'tiborlik bilan onasini oldiga daq etib qo'ydi. Erining bu ishini ko'rgan kelinchak, "Hoziroq meni taloq qilasiz", deb turib oldi. Sababini so'rashganda, "Qon tortadi. Sizdan bola ko'rib, shu ona kabi xor bo'lishni istamayman", deb javob berdi kelin va talog'ini olib, eri bilan ajrashdi. Vaqt o'tib, Alloh unga boshqa bir yaxshi erni nasib etib, bola chaqali bo'ldi. Oradan yillar o'tdi. Kunlarning birida o'sha ayol cho'lu biyobonda tuya ustidagi kajava ichida ketib borardi. Farzandlari atrofida parvona bo'lib, xizmatiga shay turishardi. Uzoq yurishgach, yo'lda bir karvonga duch kelishdi. Karvon ortida abgor ahvolda yoshi katta bir odam yalangoyoq piyoda kelayotgandi. Unga hech kim e'tibor bermasdi. Tuya ustidagi ayol o'g'illariga, "Meni o'sha odamning oldiga olib boringlar", deb buyurdi. Olib borishgach, haligi odamga, "Meni tanidingizmi? Men sizni sobiq xotiningiz bo'laman. Sizga qon tortadi, har kim ekkanini uradi demaganmidim? Ko'ryapsizmi? Bolalarim meni qanday izzat hurmat bilan olib yurishibdi. Endi o'zingizni ahvolingizga bir qarang. Buni sababini bilasizmi? Siz onangizni xorlagan edingiz. Mana endi jazoingizni olyapsiz", dedi ayol va bolalariga, "Alloh uchun unga e'tibor berib qo'yinglar", deb buyurdi. Har bir erkak va ayol unutmasinlarki, qon tortadi va har kim ekkanini o'radi. Ming afsuski, ayrim ayollar eri tarafidan qaynonasidan ko'ra ko'proq izzat ko'rsalar, o'zlaricha g'oliblik nash'asini suradilar. Bilmaydilarki, har kim ekkanini o'radi. Yemoqning qusmog'i ham bor.